interface. Foydalanishga kelsak, sodda primitivlar bor. Avtokadasturda bu mana liniya buyrug'i, keyin poliliniya, kruk. Har bitta uskunalar panelida kerakli komandalari oldiga sichqonchani olib borsa, uni nomini ko'rsatib beradi. Shundan nomlanishini bilib olishimiz mumkin. Mana va yuz izometriya huquqlari bo'yicha biz hozir sverxuda turibmiz. Mana YX huquqlari bo'yicha chizishni boshlash. 3D muhitga o'tganimizda yuz izometriya o'tamiz. Bu chizmachilikda o'tganimizdek izometriya o'qi mana Z, X, Y o'qlari. Hop, interfeysdan biz shular hozircha. Bu yerda bizda komandalar bor. Shagoviy привязка, setka, orto rejim, ost polyar, привязка, ost obyekt, tpska, tinves. Hop, misol uchun biz to'g'ri chiziqni oldik, chizishni boshlayapmiz. Bizga har bitta to'g'ri chizgan chizig'imiz bunday 90 gradus yoki 0 gradus bo'yicha yurish kerak. Hozir bizda bunaqa yurmayapti. Buni 90 gradusda yurgizish uchun o'rta buyrug'ini yoqamiz. Bunda горячий klavishi F8 boshlang'ich nuqta kiritiladi. Mana boshlang'ich nuqta, keyin kerakli razmer kiritiladi. Enter. Shu tariqa chizishimiz mumkin. Yo bo'lmasa yana shu ishga tushiriladi. Kerakli komanda boshlang'ich nuqta, oxirgi nuqta tanlaganimizda mana. Xo'p, bitta komandani o'rganib o'taylik. Shu yerdan chiziqni tanlaymiz. Bu yerdan chiziqqa qalinlik beramiz. Misol uchun 50 qalinlik bersak, mana hozir o'zgarish bo'lmadi. Lekin bu yerda 50 mm, 150. Buni qalinligini ko'rsatish uchun biz ves buyrug'ini ishga solamiz. Bu chiziqimizning qalinligi sloy bo'yicha deyapti. Buniki 50. Mana. Bunda darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, liniya komandasi to'g'ri chiziq chizish uchun ishlatamiz. Biz asosan o'chiraylik. O'rtadan o'chiramiz. Mana misol uchun to'g'ri chiziq chizyapmiz. Chizganimizda bu to'g'ri chiziqlarimiz har bittasi alohidadan chiziq. Qaysidir birontasini o'chirish uchun buni tanlaymiz. Delete tugmachasini bosamiz klaviaturadan. Xo'p, bu yerda poliliniya komandasi bor. Bu chizilish, ishlatilish jihatdan liniya komandamiz bilan ancha o'xshash, deyarli farq qilmaydi desak ham bo'ladi. Bitta farqi bu liniyada mana har bitta to'xtalgan joyi chiziqning boshlanishi bilan oxiri belgilangan har bir chiziq alohidadan chiziq bo'ladi. Bunda bo'lsa har bittasi alohida bo'lmaydi, bitta chiziq bo'ladi. Bu chiziqni biz liniyaga aylantirishimiz mumkin. Qachon? Bu chiziqni poliliniya, bunisi liniya. Poliliniyali liniyaga aylantirish uchun bu yerda buyrug'imiz bor. Расчленить buyrug'i.
ya'ni parchalash. Chiziqni tanlaymiz, расчленить buyrug'ini ishga tushiramiz va chiziqlar mana alohidadan bo'lib ajradi. Ctrl Z tugmasi orqali orqaga qaytamiz. Oldinga yurish uchun Ctrl keyin Y. Klaviaturada Y tugmachasi bosiladi mana. Oldiga yurdi, orqaga. Shu tariqa mana bu yerda komandalar qanday buyruqni ishga tushirsak mana line первой точка bu joyda bizga ko'rsatib turadi. Ma'lumot almashishga xizmat qiladi. Liniyani oldik mana. Первая точка. Birinchi nuqtani kiriting. Keyingi nuqta следующую точку или отменить. Keyingi nuqtani kiriting yo bo'lmasa buyruqni bekor qiling. Buyruqni bekor qilish uchun biz klaviaturada eski tugmasini bosamiz. Mana eski. Liniyani oldik. Mana chizdik. Bizga kerakli joy chizildi. Lekin chiziq hali ham to'xtamasdan chizishda davom etmoqchi. Bundan chiqib ketish uchun Enter tugmasi yoki Esc tugmasi bosiladi. Xo'p, mana chizdik. Probelni bossak ham bo'ladi. Xo'p, oxirgi bizda bajargan komandamiz liniya edi. Bu liniyani yana qaytadan olish uchun har qaysi buyruqni bajargan bo'lsak, oxirgi ishlatgan buyruqimizni qaytadan ishlatish uchun yana sichqoncha bilan borib o'tirmasdan Enter yoki Probel buyrug'ini bossak, yana shuni ishga tushira olamiz qaytadan. Hammasini hozir endi belgilashni ikki xil turi bor. Asosan biri ramka orqali belgilash, ikkinchisi bittalab har bitta elementni belgilab chiqish. Belgilangan elementimiz mana ko'k nuqtalar bilan ko'rsatilyapti. Hop, ramka orqali belgilashni ham ikki xil turi bor. Misol uchun mana boshlang'ich nuqtani kiritdik. Mana chap tarafga yoki tepaga harakat qilsak, yashil ramka. O'ng tarafga yoki tepaga yoki pastga yursak, ko'k ramka. Ikkovining farqi nimada endi? Yashil ramkada mana qaysi yuzaga tegsa, qaysi elementga tegsa shu ramkamiz shu elementni belgilaydi. Agar ko'k ramka qiladigan bo'lsak, ramkani faqatgina ramkani ichidagi elementlarni belgilaydi. Mana tushunarli bo'lgan bo'lsa. Xo'p, shunaqa qilib belgilab o'chirib chiqishimiz mumkin yoki Ctrl A tugmachasini bossak, hammasi belgilanadi, keyin o'chirishimiz mumkin. Bizga shag buyrug'i bor, keyin setka buyrug'i. Setka buyrug'i bizda ishlashimizga birmuncha yordam beradi. Buni to'g'irlash uchun bu yerdan настройкasi chiqadi har bitta. Mana bizga привязка, настройка o'ng tarafini bosamiz. Bizga kerak середина, center. Xo'p, shular kerak hozircha. Okey qilamiz bularni belgilab. Bu bo'limimiz slowlar bo'limi. Bu yerdan kirib slow qo'shishimiz mumkin. Keyin slowga nom berishimiz mumkin. Slowga chiziq turi kirgizishimiz mumkin. Qalinlik berishimiz mumkin. Misol uchun biz chiziq turlari bo'yicha ishlamoqchi bo'lsak, chiziqlarni yozib olishimiz mumkin. Bu yerga asosiy, misol uchun
asosiy chiziq, keyin ingichka tutash chiziq, hop enter, yana bitta qo'shamiz, markaz chizig'i yoki shtrix deb yozishimiz mumkin. Hop shtrix markaz chizig'i, endi shtrix punktir chizig'imiz bor. Shtrix, bu yerdan chiziq turini belgilaymiz. Bu yerda continuous. Bizda hozir shtrix chizig'ini berish uchun bu yerdan загрузить tugmasi bosiladi. Keyin mana shtrix chizig'ini tanlaymiz. Faqat ISO shtrixoviy. Okey. Bu yerdan shuni tanlab okey qilamiz. Va bu yerda chizig'imiz to'g'ri chiqadi. Faqat ISO. Keyin markaz chizig'imiz. Yerga загрузить. Mana punktir. Okey. Okey. Kiritildi. Asosiy. Bu yerdan qalinlik berishimiz mumkin. Har bir chizig'imiz yo'g'onligi asosiy tutash chizig'ini yo'g'onligiga qarab shunga nisbatan olinadi chizmachilikda. Misol uchun asosiy tutash chizig'imizning qalinligi 1 bo'lsa 1 mm. Qolgan chiziqlarning qalinligi shu asosiy tutash chizig'ini nisbatlariga olinadi. Shuni S/2 yoki S/3 bu degani asosiy tutash chizig'i qalinligini 2 ga bo'lamiz yoki 3 ga bo'lamiz. Ya'ni 2 dan 1 qismi, 3 dan 1 qismi atrofida bo'lishi mumkin. Agar asosiy tutash chizig'imiz 1 mm bo'ladigan bo'lsa, ingichka tutash chizig'imizning qalinligi S/2 bo'lganda 50 mm, 0.50 yo bo'lmasam 0.30 mm dan 50 mm oralig'ida olinishi kerak. Biz o'rtacha 0.35 qilib olishimiz mumkin. Markaz chizig'ining qalinligi ham 0.30 bo'lishi kerak. Hop 35. Bu yerdan sloylar tanlandi. Keyin bu yerdan применить buyrug'i, keyin OK bosiladi. Sloy bo'yicha bu yerlar. Misol uchun bu chizig'imiz chiziq turlari bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, chizig'lar chizib olamiz. O'rta tugmasini bosib, uni to'g'risidan va to'g'risigacha, mana bu to'g'risigacha o'zi yordam berib chiziqqa qarashib turadi. Mana X chiziq o'zi bor. Hop, bunisini belgilaymiz bu yerda. Asosiy bunisini belgilaymiz. Ingichka bunisini belgilaymiz. Markaz bunisini belgilaymiz. Shtrix chiziq belgilaymiz. Setkani o'chiramiz. Mana bizda chiziq turlari chiqdi. Chiziqning qalinligi свойствosiga kiramiz. Chizig'ni слой. Hop, свет послой, тип не послой. Если не послой.
chiziq haqida har qanday ma'lumotlar shu yerda beriladi. X qilib yopamiz. Qalinligimiz nimagadir chiqmayapti. Asosiyniki 1 mm bo'lsa, buniki 35 mm. Buniki ham 35 mm. Mana bizda hozir mana asosiy chizig'imiz, ingichka tutash, markaz chizig'imiz, shtrix punktlar chizig'imiz. Ularga rang berishimiz mumkin. Misol uchun bu yerdan chiziq turini o'zgartirishimiz mumkin slойdan tashqari. Fiber sveta, vся palitra, mana bu yerda xohlagan rangimizga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana siniy, fioletoviy, bunisi bo'lsa желтый. Mana buguncha shu darsimiz bo'yicha